Assalomu alaykum. Bunyodbek Uz kanalini muntazam ravishda kuzatib borayotgan aziz yurtdoshlarimiz, mana bugungi sanamiz 30-may hafta kuniga shanba. Xudo xolasa sizlarga e'tiboringizga shu bitta dehqon akamizdan 6 dona shu Greenford semental buqalar bor ekan, shular haqida ma'lumotlarni berib, sizlarga e'tiboringizga havola qilib ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, xudo xolasa yoshlarni, bo'ylarini, yeb ichishlarini, hamma yo'llarini, ma'lumotlarini ko'rsatib, sizlarga e'tiboringizga havola qilib o'tib ketamiz. Albatta, videolarimizda, so'zlarimizda har xil xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qani, unda videolarimizni boshladik. Akalarimizga dehqonchilik ekan, xudo xolasa dehqonlarni o'zlaridan sizlarga e'tiboringizga havola qilib o'tib ketamiz. Yoshlarini so'radik endi o'zlarini egalaridan. Hali 1 yasharga yetib bormadi. 1 yashar atrofdagisi ham bordir deyapti. Hali lekin 1 yashar bo'lmadi deyishyapti. Xo'p, taxminiy bo'ylariga keladigan bo'lsak, taxminiy bo'ylari 1.20 plusida keladi. Qaysi biri semental endi? Mana mashinasi semental ekan. Mashinasi semental. Yana oyoq qo'llari ham polvondan ekan lekin. O'rtacha tiri vazni ham meni fikrim bo'yicha shu 450 kilo atrofida chiqadi mollarni. Arqa oldilari kelishgan hammasi polvondan ekan. O'zlari terib olib kelishgan ekan. Mana bitta mana sementalda ozgina shaqi bor ekan, qolganlarida yo'q ekan. Endi mana ham pashti to'qal hisobida. Shoqlari yo'q va yemoq-ichmoqlari qalay bularni? Yemoq-ichmoqlari zo'r ekan mollar. Kamida xonadoninglarda mahnaqalardan 10 tadan bo'lsin, obunachilarimiz niyat qilib like bosib qo'yasizlar. Xo'p, endi hamma narsasidan ham bularning narx-navolari qiziqda. Narx-navolarni nech puldan nech pulga to'g'ri bor bitta mollar? 37 million so'mdan bir joyga, xayri dastlabkasi Livoy joygacha. 37 million so'mdan xayrlarni qilib beramiz deyapti. 37 demang, ozgina yana xayrini qilib bering. Endi meni obunachilarimga xudo xolasa kelishib bo'lsa, dastavkalarni qilib yetkazib beraverasiz. 36 milliondan kami bording. 36 milliondan olib ketishaversin. 36 million so'mdan olib ketishaversin deyapti. Xudo xolasa kamini xayrini qilib beradi. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomeringiz 94lik 569 2010. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, dehqon akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib yo'llarda qilib berishadi. Bunyodbek Uzdan telefon qilyapmiz desa, yana ham kelishtirib beradi, lekin mollarda hammasi kuchlik. Hamma yo'g'i joyida. Endi yomon narsa bo'lsa, sizlarga hech qachon tavsiya qilmaymiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.